Bu aynan shu mavzu o'zi. Aynan mavzu shu. Keyin yana bir masala. Hozir Uyg'urlar masalasini aytdilar. Bu nima uchun muhim? Hurmatli muxlislar, SSR deb o'ylayotganlar, SSRga nostalgiya qilayotganlar. O'zlik masalasi juda ham muhim. Sovet ittifoqida yana 20 yil yashalganda o'zligini yo'qotib qo'yardi odamlar. Aytishingiz mumkin, yo'q biz baribir saqlab qolardik. Baraka topkur. Siz o'sha 60-70 yildagi odamlar bilan 80-yillardagi odamlarni solishtirib ko'ring, ancha farq bo'lib ketgan edi. U yog'iga yana ham farqlashib ketardi. Tilini unutib yuborardi. O'zbek tilini xudo saqlasin. Baraka topsin, yaxshi shoir yozuvchilarimiz bor ekan, vatan degan, millat deganlari bor ekan, eslatib turdi. O'zbegim deb, birinchi muhabbat bilan yozib, sal tilni eslatib turdi. Bo'lmasa, xudo biladi. Shuning uchun mustaqillik ulug' ne'mat. Buyuk ne'mat. Suverenitet muhim masala. Davlatchilik juda ham muhim masala. Bunga gard ham yuqtirmaslik kerak.